Rossiyada ishlovchi migrantlar uchun yana bir qaror. 30-iyundan boshlab Rossiyaga kirish uchun QR kod talab etiladi. Vizasiz tartibda Rossiyaga kelayotgan chet el fuqarolari, jumladan o'zbekistonlik hamyurtlarimiz ham endi 30-iyundan boshlab Gosuslugi PID mobil ilovasi orqali oldindan ro'yxatdan o'tishi va QR kodni olishi endi shart bo'ladi. QR kodni chegaradan o'tishda taqdim etish talab etiladi. Ro'yxatdan o'tish esa quyidagilardan iborat. Ya'ni shaxsiy kabinet yaratasiz, fotosurat va shaxsiy ma'lumotlarni yuklaysiz, Rossiyada bo'lish muddatini ko'rsatishingiz kerak. Ariza safardan kamida 72 soat oldin berilishi lozim. Agar kelish zarurati to'satdan tug'ilsa, misol uchun og'ir kasallik yoki yaqin qarindoshingiz vafot etgan bo'lsa, bunday vaziyatda arizani 4 soat qolganda ham topshirishingiz mumkin. Albatta, mana shu sabablarni keltirib. Quyidagi insonlar esa ro'yxatdan o'tishdan ozod etiladi. Bular Belarus fuqarolari, 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, viza va vaqtinchalik yoki doimiy yashash ruxsatnomasiga ega shaxslar. 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun esa arizani ularning ota-onalari yoki qonuniy vakillari topshiradi. Ularda ham shaxsiy ro'yxatdan o'tish kodi bo'lishi shart. Ushbu talab esa Rossiya hukumatining 2025-yil yanvardagi qarori bilan tasdiqlangan.